Ufqqa cho'zilgan bepoyon oq sahro. Havo harorati inson umriga nuqta qo'ya oladigan darajada past. Va mana shu surrealistik peyzaj ichida qorga burkangan yuzlab bahaybat kemalar paydo bo'ladi. Ular tashab ketilmagan, ular unutilmagan. Ular shunchaki atayin muzlatilgan. Hozir muzlagan Lena daryosini ustida turibmiz. Havo harorati -40 darajadan past. Atrofda ular bunaqa tosh qotgan paromlar, paraxodlar va katta kemalar va mana shu joyda dunyodagi eng qiyin kasb vakillari ishlashadi. Yer sharini boshqa hech qaysi nuqtasida uchraymaydigan bu kasb vakillarini qiladigan ishlari bir qarashda haqiqatdan mantiqsizdek tuyuladi. Motorli arrada muzi bo'laklarga ajratib, tonna yaxshi kema ostidan chiqarish kimga va nimaga kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishoning, agar mana shu insonlar ishini to'xtatsa, Rossiyani eng katta mintaqasi hisoblangan Saxa Respublikasi oziq-ovqat va yoqilg'idan uzilib, blokadada qolishi mumkin. O'zingiz ko'ryapsiz. Muzni tashqaridan otish uchun avvaliga ana u yerdan olib kelib yig'amiz. So'ng shu yerdan tashqariga birma-bir otamiz. Ya'ni qancha ichkariga kirganimiz sari ishimiz shunchalik qiyinlashib boraveradi. Bu Yelena Generalova, dunyodagi yagona ayol vimrskachi. Vimrska so'zini o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilish qiyin. Chunki o'zi bu kasb juda ham unikal, faqat Yoqutistondagina uchraydigan kasb. Boshqa sovuq o'lkalarda ham hattoki bunaqa inson resursidan foydalangan holatda kema va paraxodlarni tegini otishmaydi. Asosiy missiya kema tubigacha yetib borib, vint va boshqa harakatlanuvchi qurilmalarni muzdan tozalab, texnik ko'rik uchun tayyorlash. Kораблni remont qilish kerak bo'lgan kerakli qismini oldini mana shunaqa qilib ochishni boshlashadi. Buni benzopila bilan qilishadi. Mana e'tibor bersanglar, katta muzza bo'laklari bor. Keyin uni maxsus asbob yordamida uni olishadi. Har bitta muz bo'lagi kamida 10 kilo, lekin mana bu ishlayotganim 15 kilo. Va ayol kishi bo'lib turib, mana shu narsalarni hammasini ko'tarib, qotishlari kerak. Aynan bizning holatda korpus tugaydigan joyda ta'mir kerak. Svarkachilar shu qismini kesib, yangisiga almashtirishlari lozim. Bizning vazifamiz esa ta'mir zarur bo'lgan joyga kirish imkonini yaratish. Yanada sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, remont talab qilinadigan qism odatda muz ustida emas, balki suvda bo'ladi. Albatta, u joyga suv ostidan suzib borib ta'mirlash imkonsiz. Shuning uchun vimrskachilar avvaliga muzni birinchi qavatini olib tashlab, qayta muzlashini kutishadi. Keyin yana olishadi, yana kutishadi va bu jarayon bosqichma-bosqich kemani ta'mir talab qilinadigan qismiga yetib borguncha davom etadi. Hosil bo'lgan chuqurlikka bo'lsa, mayna deb atashadi. Va vimrskachilar uchun aynan mana shu maynalarning mustahkam va xavfsizligi juda ham muhim. Yaqinda bitta maynamiz cho'kib ketdi. Biz uni 2 oydan beri ochayotgandik. Tasavvur qilyapsizmi? 4 soatga bormasdan suv ostida qoldi. Bunaqa holatlarda ishingiz uchun haq berishadimi? Yo'q desa ham bo'ladi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu yerdagi mayna chuqurligi taxminan 180 sm. Mana shu maynani ochishga qancha vaqt ketgan? Taxminan 2 oy. Demak, 2 oylik mehnat, to'g'rimi? Ha. Mana bu yerda muz yorilib, sekin-asta maynaga kirib bormoqda. Bu juda ham xavfli. Chunki agar maynaga suv kirishni boshlasa, uni to'xtatishni iloji bo'lmaydi va maynani suv bosib qoladi. Bir qatlam muz maynadan olingandan keyin vimrskachilar navbatdagi qatlam muzlab chiqishini kutishadi. Bu odatda bir hafta vaqt oladi. Shu orada ular boshqa maynalarda ishlashda davom etishadi. Ba'zan esa jarayonni tezlashtirish uchun maxsus ventilyatorlardan foydalaniladi. Ishni boshlashdan oldin muz qalinligini o'lchaymiz. Agar u 40 sm dan qalin bo'lsa, bemalol 20 sm ni olib tashlaymiz. Demak, 20 sm sizni bemalol ko'taradi. Ha. Misol uchun 10 sm qolsa ham bemalol ishlash mumkin, hech nima qilmaydi, meni ko'taradi. Lekin 20 sm yoriq paydo bo'lib mayna cho'kib ketmasligi uchun qilinadi. 10 sm biroz kam.
-30 juda ham issiq. -40 bu o'rtacha harorat, lekin baribir uzoq ishlashga qiynalamiz, terlashni boshlaymiz. -50 bo'lsa zo'r. -50, -60 mana bu bizning temperatura. Bu haroratda mazza qilib ishlaymiz. Bu yil 50 yosh qarshi oladigan Yelena, odamlar ko'chaga sababsiz chiqishga jur'at qilmaydigan ekstremal haroratlarda 6-7 soatlab tushlik va hojatxonasiz mana 14 yildan beri mehnat qiladi. Tushlik yo'q, biz tushlik qilmaymiz. Chunki ovqat yeb ishlash qiyin, odamni og'ir qilib qo'yadi. Shuning uchun birato'la uyga borib kechki ovqat qilamiz. Hojatxonachi bu atrofda bormi? Yo'q, to'g'rimi? Erkaklarga osonroq albatta. Ular istalgan joyga chiqib ketishlari mumkin. Men uchun qiyin masala. Hojatxonaga o'zi ish vaqtida uncha ehtiyoj bo'lmaydi. Agar bo'lib qolsa, kemalar orasidan panaroq joy topishga harakat qilaman. Boshqachasiga iloji yo'q. Bu atrofda hojatxona topa olmaysiz. Bu albatta g'alati eshitilishi mumkin, lekin bu fakt va bu narsani qoralamasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Vimrska bilan shug'ullanadigan insonlar hojatxonaga katta ish bo'yicha ish vaqtida chiqmaslikka harakat qilishadi, chiqishmaydi, ya'ni uyga borib qilishga harakat qilishadi, lekin kichkina ish bo'yicha mana shu atrofda bajarishga to'g'ri keladi, chunki hojatxonaga agar borib kelaman deysa, yaqin hojatxonaga borib kelishga 1 soatdan ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana shu joyi o'zida bajarishga to'g'ri keladi bu ishni. Hattoki Lenaga ham. Yelena odatda turmush o'rtog'i bilan ishlaydi. Har 2-3 soatda ozgina nafas rostlab isinib olish uchun ular avtomobilga o'tirib choy yoki kofe ichishadi. Bizning sovuqlarda issiq choy yoki kofe ichish mumkin emas. Iliq holatda ichish kerak. Nega? Chunki tishlaringiz yorilib ketishi mumkin. Ekstremal sovuqda issiq choy ichsangiz, tishingizdagi emal qatlami yorilayotganini his qilasiz. Bu esa xavfli. Lena, ish jarayonida qanday xavfli holatlar bo'lishi mumkin? Agar maynaga suv toshsa, siz oyoqlaringiz bilan unga yopishib qolishingiz mumkin. Agar oyog'ingizda valinkalar bilan yopishib qolsangiz, uni ko'chirishga harakat qilasiz. Agar o'xshamasa, oyoq kiyimni tezda yechib, maynadan sakrab tushasiz. Oyoqlar rostdan ham shunaqa qattiq yopishib qoladimi? Ha, oyoqlar juda ham qattiq yopishib qoladi. Turgan joyingizdan hech qayerga jila olmay qolasiz. Ming harakat qilsangiz ham ba'zida umuman foydasi bo'lmasligi mumkin. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Albatta. Bir marta maynaga suv toshganda ikkala oyog'im bilan muzga yopishib qolganman. Shuning uchun doim hamroh kerak. Mana shunday favqulodda holatlar bo'lib qolishi hech gap emas. Shunaqa holatlarda bir-biriga yordam berish bizning ishimizda juda muhim. Yelenani 30 ta tovuqi, 2 ta echkisi, 2 ta mushugi va kuchugi bor. Har kuni tong mana shu jonivorlarga yem berish va molxonani tozalashdan boshlanadi. Shaharda yashash xohlamaysizmi? Yo'q. Nimaga? Ochig'i bilmadim. Menga mana shunaqa tinchlik yoqadi. Shahar shovqini, doim g'ala-g'ovur qiladigan qo'shnilar. To'g'risi, men bu narsalarga o'rganmaganman. Men uchun sokinlik juda muhim. Mana shu xo'jaligingiz oilangizni to'liq ta'minlab bera oladimi? Ha, albatta. Смотри, барон, смотри. Baron? Барон. Он цыган? Он цыган у нас, он же, видно же. Yoqutistonning bu murosasiz iqlimida inson kuchsiz bo'lishga haqqi yo'qdek go'yo. Ancha yillardan beri kranda ham ishlayman. Ha, ikkita ishda ishlaysizmi? Ha. Qishda muz ostida, yozda kran ustida. Tasavvur qilasizmi? Bitta ayol, ikkita ekstremal kasb. Bu Lenaga xavf-xatar yoqqani uchun emas. Shunchaki uni hayoti shunaqa tuzilgan. Uni taqdir shu yo'lga boshlagan. Bu asosiy ish qurolimiz, u juda ham o'tkir. U bilan ishlaganda ehtiyot bo'lish kerak. Bir marta men sirg'anib ketib, bexosdan oyog'imga urib yuborganman. U paytda shu darajada sovuq ediki, og'riqni umuman his qilmadim. Lekin oyoq kiyimim qonga to'layotgani sezilib turardi.
Shu zahoti ishni tashlab uyga yetib bordim. Oyoq kiyimlarimni yechib ne ko'z bilan ko'rayki, jarohat juda jiddiy. Sal qolsa barmog'imdan ayrilardim. Mana qoshimni tagi ko'kargan. Bunisi esa kecha bo'ldi burnimni uchidagisi. Ha, shunaqa. Muz bo'laklari sachraganda ulardan himoyalanish juda qiyin. Ayniqsa korpus tagida o'tirib ishlashimizga to'g'ri keladi. Bunda muz bo'laklari har tarafga sachraydi. Bunaqa paytda shunchaki ko'zimizni yumib, taxminan urishga harakat qilamiz. Ko'zoynaklar bilan ishlasa bo'lmaydimi? Ular juda tez terlab ketadi. Umuman foydasi yo'q. Yo'q. Oyoqlarimni hamma joyi ko'karib yotibdi. Wow. Yo'qtistonda ko'prik yo'q. To'g'ri eshitdingiz. Bu mintaqaga olib keladigan birorta ko'prik shu paytgacha qurilmagan. Ya'ni agar siz Rossiyani boshqa yirik shaharlardan Yakutsk avtomobilda kelmoqchi bo'lsangiz, oxir-oqibat Lena daryosiga kelib taqalasiz. Undan o'tish uchun yoki qish kelib daryo muzlashini kutishingiz yoki maxsus avtomobil tashiydigan paromga chiqishingizga to'g'ri keladi. Qishda muzni qalinligi 1,5-2 metrgacha bo'ladi va mana shu muzli yo'llarning ustidan hattoki katta yuk tashish avtomobillari ham bemalol qo'rqmasdan o'tishadi. Aynan mana shu yuk mashinalari qishda mintaqani avtomobil yonilg'isidan tortib oziq-ovqatigacha ta'minlab beradi. Albatta endi savol tug'iladi. Yozda-chi? Axir na ko'prik, na muz bo'ladi-ku. Mana shu vaqtda endi Lena Vimorska qiladigan kemalar ishga tushadi. Butun qish davomida ta'mirda bo'lgan paraxodlar muzlar erigandan keyin region ta'minotini o'z bo'yniga oladi. Lena daryosi Yo'qtistonning transport arteriyasi hisoblanadi va toki uni ustidan ko'prik qurishmas ekan, bu daryo strategik ahamiyatga egaligicha qoladi. Ko'ryapsizmi? Bitta ko'prik yo'qligi yangi kasb paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Va bu kasb shu darajada muhimki, agar Vimorskachilar ishdan to'xtasa, butun shaharda hayot to'xtashi mumkin. Regionga har safar yangi gubernator saylanganida birinchi navbatda ko'prik qurib berishga va'da beradi. Lekin aholi uchun bu allaqachon ertaga aylangan. Yer ostida abadiy muzlik hukm surgan bu mintaqada ko'prik qurish injenerlarni dahshatli tushi. Yer doim siljish hisobiga bu vazifani bajarish haqiqatdan o'ta murakkab va juda qimmat. Ertalab soat nechida uyg'onasiz? Soat 6da. 6da. Har kuni. Ha, har kunim. Faqat dam olish kunlari 7 gacha uxlashim mumkin. Kechasi esa doim o'zimga soat 10 da uxlashga yotaman deb va'da beraman, lekin hech qachon o'xshamaydi, hech qachon. Eng vaqtlisi 12 da uxlayman. Hech soat 9 gacha uxlaganmisiz? Yangi yilda. Bir marta juda ham qiziq holat bo'lgan. Vintni ochish uchun muzni borgan sari chuqur qazib borayotgandim. Bir oyog'im tepada, bittasi yonda, qo'llarim esa ichkarida qolgan. Shunda men tiqilib qolganimni tushundim. Oldinga ham, orqaga ham harakat qila olmasdim. Sherigim keldida, meni qutqarish o'rniga rasmga ola boshladi. Holat shu darajada kulgili ediki, biz yarim soat to'xtamasdan qahqaha otib kulganmiz. Kulaverganimdan hatto umuman kuchim qolmagan. Shundan keyin sherigim meni qutqarib olgandi. Lekin o'sha voqeani haligacha eslaymiz. Uydilaringiz ishingizga qanaqa munosabat bildirishadi? Farzandlarim hali kichkinaligida ishimni uncha tushunishmasdi. Vimorska bilan shug'ullanishimni bilishardi, lekin Vimorska o'zi nimaligi haqida tasavvurligi bo'lmagan. Katta bo'lishganda esa meni ish joyimga kelib, o'z ko'zlari bilan ko'ra boshlashdi va qilayotgan ishimni ko'rib hayron qolishdi. Siz super ona ekansiz deyishgan. Ha, siz juda kuchli ekansiz deyishardi. Albatta,
bizni ishda gap faqat kuchda emas, lekin hozir farzandlarim pul o'z yo'liga, lekin sog'lig'ingizni sotib ola olmaysiz deyishadi. Albatta, men ham bu ishdan ketish haqida o'ylaganman. To'xtash vaqti kelganini o'zim ham tushunib turibman, lekin hozircha bu ishni tashlagim kelmayapti. Bir mavsumda Wimmerskchilar taxminan 300-500 ming rubl atrofida daromad topadi. Bu oyga o'rtacha 1000-1,5 ming dollar degani. Balki kimgadir bu ko'p tuyulishi mumkin, lekin esingizdan chiqmasin. Bu dunyodagi eng qiyin kasblardan biri. Undan tashqari bitta qishni o'tkazib olish uchun 3 kamas ko'mir va vodovozlarda keladigan tonnalab suvni sotib olishga to'g'ri keladi. 2 marta muzlagan baliq topib olganman. Bitta katta, ikkita mana bunaqa kichkina. Menimcha ular kema ostida suzayotganlarida shunchaki muzlab qolgan. Qiziq, ularni yesa bo'larmikan? Bozorda ham shunaqa muzlagan baliqlar Menimcha sotishadi. Ha? Ha, yesa bo'ladi. Axir ular zaharlanmagan-ku. Shunchaki suzib yurganida mana bunday hop muzlab qolgan. Ha, bir marta korpus ostida ishlayotganimda muz ichida nimadir tovlanayotganini ko'rdim. Balki qandaydir qimmatbaho narsadir deb o'ylab muzni ehtiyotkorlik bilan ochishni boshladim. Ochib qarasam, ne ko'z bilan ko'rayki, idish tovoq yuvadigan feyri idish ekan. Ha, feyri. Tabiat shu darajada ifloslaganmizki, suv ostida feri bor. Gapirmang. Yelena nafaqat dunyodagi eng qiyin kasblardan biri, balki oson bo'lmagan taqdir ham egasi. Chunki birinchi turmush o'rtog'i bilan hayot o'xshamagandan keyin general va 4 ta farzandi bilan ko'chada qoladi. O'sha paytda oyligim 7000 rubl edi. Kvartira ijarasiga 5000 to'lab, qolgan 2000 rublga yashardik. Men o'zim bilan faxrlanaman. Chunki o'sha paytlarda ichkilikka berilib ketmadim yoki ko'chaga chiqib o'g'rilik qilmadim. Halol mehnat qilib, 1 yil ichida farzandlarim bilan oyoqqa turdim. Ochig'i, qo'l oyog'i sog' bo'la turib, boshqalardan yordam yoki sadaqa so'raydigan erkaklarni umuman tushunmayman. Hattoki ba'zi nogironlar ishlab pul topishadi. Qanday qilib sog'lom inson ko'chada uxlab baklashka terib yurishi mumkin? Menga misol uchun umuman farqi yo'q. Farroshlik qilishim, hatto hojatxona tozalashim ham mumkin. Men uchun bu uyat emas. Asosiysi, men o'z mehnatim bilan halol pul topyapman. Buni ko'chaga chiqib tilanchilik qilishdan ancha afzal bilaman. Qiziq tarafi, qahramonimiz hayotidagi bu og'ir davrda aynan bizani hamyurtlarimiz o'zbekistonliklar juda ham katta yordam berishgan. O'sha paytda Sharq oshxonasiga idish tovoq yuvishga ishga kirgandim. U yerda ishlaydigan o'zbeklar meni juda ham iliq qabul qilishgan. Erimdan ajraganim va farzandlarim ko'pligini bilishardi. Shu sababli doim meva-chevalar berib yuborishardi. Farzandlarimga esa bepul tushlik qilib berishardi. Ayniqsa Alisher menga juda katta yordam bergan. Agar hozir meni ko'rayotgan bo'lsa, unga salom deb qolaman. Aha. O'takda. Понял. Ну, десятку? Tepada, para. Yomon emas. No, hozir bizga Lena endi master-klass ko'rsatib beradilar. Давайте. Aytminchasi. Mana. 6, 8, 9, 17, 23. Yangi turmushda Yelena yana bir qiz farzandli bo'ladi. Hozirda uni umumiy 5 ta farzandi bor. Bitta o'g'il va 4 ta qiz. To'ng'ich qizi 32 yoshda bo'lsa, kenjasi 6 da. Bir marta mendan so'rashgan. Agar hayotingni qaytadan boshlasang, yana shuncha farzand dunyoga keltirgan bo'larmiding? Men bundan ham ko'p farzand dunyoga keltirgan bo'lardim ochig'i. Chunki birgalikda yig'ilganimizda shunaqa mazza qilib vaqt o'tkazamiz. Misol uchun hozir 3 ta katta, hammasi deyarli 30 ga kirgan qizlarim bor. Ular bilan mazza qilib dam olishga chiqib ketamiz. Biz ona bola emas, balki dugonalardekmiz. Yaxshiyam 18 yoshda ona bo'lgan ekanman deyman hozir. Farzandni 30 yoshda dunyoga keltirish kerak emas. Menimcha bu noto'g'ri. Ularni vaqtliroq tug'ib olish kerak. Ular katta bo'lganda siz ham endi yashashni boshlayotgan bo'lasiz. Bu yerda yashash boshqalar uchun juda ham qiyin tuyuladi. Yo'q, aslida unday emas.
To'g'ri, qishda ekstremal iqlim bo'ladi, lekin qish baribir tugaydi-ku. Misol uchun yozda bu yerda ham issig'i bo'ladi. Ha, qishimiz haqiqatan sovuq, lekin bizga yoqadi. Bilasizlarmi? O'tga kelishdan oldin borsam hammadan birma-bir nimaga bu yerda qalam yashayapsizlar, tezroq ko'chib ketmaysizlarmi deb so'ramoqchi edim. Lekin mana keldim, ko'rdim. Turli xil insonlar bilan suhbatlashdim. Va shu narsani tushunib yetdimki, meni savolim juda ham sodda va ahmoqona ekan. Bu xuddi Toshkentga borib, nimaga hali ham bunaqa iflos havoda yashayapsizlar, tezroq ko'chib ketmaysizlarmi deyish bilan bir xil. To'g'ri, bu savolda ozgina bo'lsa ham jon bor. Lekin bu savolga javob shunchaki hamma narsani yig'ishtirib, chemadanga ortib ketib yuborishda emas. Chunki vatan nima degani o'zi? Vatan bu qulayliklar, ob-havo yoki termometrdagi sonlar emas. Vatan bu siz katta bo'lgan ko'chalar, sizga qadrdon bo'lgan insonlar va unutilmas xotiralar. Bu yerdagi insonlar uchun ham xuddi shunaqa. Mana shu atrof muhit, ekstremal sovuqlar ular uchun norma. Va ular bu narsani yaxshi ko'radi. Va bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari menimcha bu narsani isbotlab berishdi. Yoqutiston bu insonlar yashaydigan joy emas. Bu insonlarning ichida yashaydigan joy. Umid qilamanki, bu videoni siz issiq joyda o'tirib ko'rdingiz. Agar loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, video ostida barcha havolalar bor. Rahmat. И теперь на камеру. Ага. Давайте еще раз вдаль. И не так резко на камеру.